Kelingli tan olaylik, sotish oson jarayon emas. Doim mijozlarga o'zingiz yalinayotgan his qilasiz va albatta sizning sotuvchilaringiz ham bu jarayonda bosim his qiladi. Va albatta har safar mijozlar bilan ishlayotgan paytda o'zida charchoq his qiladi. Men aniq bilaman, siz oldin o'zingizdan sotuvchi bo'lgansiz va hozirgi paytda sotuvchilarni boshqaryapsiz. Va bu narsa sizga oson bo'lmayapti. Keling bo'lmasam, sotmasdan turib, qanaqa qilib osonlik bilan bosimsiz 5 ta instrument orqali sotuvlarni oshirish ko'rib chiqamiz. Buni albatta sotuvchilarga ham o'rgatib qo'yishingiz kerak. Bo'lmasam boshlaylik. Assalomu alaykum. Men ismim Sarvar Zaynoddinov. Men sotuv bo'limi qo'shuvchi mutaxassis hamda Prosot kompaniyasi rahbari bo'laman. Faoliyatimiz davomida 40 ta o'sha korxonalarga sotuv bo'limi qurishga yordam berdik va sotuvlarni 26% dan 401% gacha oshirishga erishdik. Bugun sizga qanaqa qilib sotuvchilaringizga shu 5 ta instrument orqali sotuvlarni oson amalga oshirishni o'rgatib qo'yaman. Bo'lmasa birinchi instrument bu natijani sotish. Mahsulot sotingiz 10 ta sotishingiz mumkin. Agar mahsulotingizni natijasini sotsangiz 1000 ta sotishingiz mumkin, lekin mahsulotingizni natijasini sotish sizga millionlab sotuvlar olib kelishi mumkin. Bu qanaqa bo'ladi desangiz, odatda biz natija haqida gapiramizda, yangi kelayotgan mijoz bundan oldingi mijozni natijasi qanaqa bo'lgani va bu natija orqali u qanaqa natijaga erishgani haqida aytib bering. Bu sotish juda ham oson bo'ladi. Masalan, mana bundan oldingi mijozim sotuvlarini biz 2 oy ichida 25% ga oshirdik va qariyb 1,5 milliardlik savdo qilib berdik. Va bu orqali ular yangi filial ochishga erishdilar va hozirgi paytda yangi daromad yo'lini topdilar. Ko'rdingizlar, ya'ni men natija orqali qanaqa pul topganlar va bu orqali yana qanaqa natijaga erishganlarini aytib berdim. Va bu narsa har qanday mijozni jalb qiladi. Bo'lmasam ikkinchi instrument. Mijozlaringizni o'qiting. Bu qanaqa bo'ladi? Ko'pincha biz o'zimizning mutaxassis sifatida, o'qituvchi sifatida mijozlarga produktimiz haqida o'qitib qo'ysak, bu narsa sotish emas, balki ularga o'rgatish bo'ladi. Har qanday mijoz o'ziga yangi ma'lumot olgan paytida o'zini emotsional qarzdor deb hisoblaydi. Agar siz ham o'zingiz produktingiz bo'yicha mijozni o'rgatib qo'ysangiz va o'qitib qo'ysangiz, katta ehtimol bilan ushbu mijoz sizni hurmat qiladi va sizdan olmaslikka uyaladi. Bu qanaqa desiz, o'zimning zo'r his bo'lgan bu mashina sotgan paytimda, Skoda avtomobil sotgan paytimda haqiqiy inomarka mashinalarini o'zimizdan mahalliy mashinalarni qanaqa farqlashni o'rgatardim. Bu ularning shumkasi orqali bo'lardi. Shuning uchun har safar mijozlar mendan o'rganib, boshqa mashinalarni solishtirib va albatta o'zimga qaytib kelishardi. Bu narsa juda ham zo'r ishlaydigan instrument. Endi bo'lsa uchinchi instrument. Mijozlaringizga narxlarni to'g'ri ayting. Ko'p sotuvchilar mijozlarga narxni noto'g'ri aytish orqali mijozlarni yo'qotib qo'yadi. Har doim mijozlarga narxi birinchi qimmatini, keyin o'rtachasini va albatta hamyonbopini taklif qiling. Shunda mijozlar birinchi marta narx eshitgan paytlarida miyalari portlasa, ikkinchi narx eshitganlarida ancha sokin tuyuladi va uchinchisi juda ham arzon bo'lib tuyuladi. Shuning uchun narxlarni to'g'ri aytish orqali ham sotuvlaringizni oshirsangiz bo'ladi. Mijozlarga narxni to'g'ri ayting. Har doim sotuvchilar narx so'ragan paytda narx aytishga shoshib qolishadi. Sizning sotuvchilaringiz birinchi navbatda mijozga qiymat to'g'ri ko'rsatib, mahsulotning xususiyati, afzalligi, foydasi haqida gapirib, undan keyingina narx aytsalargina bu narx o'zini oqlaydi. Lekin hech qanday birinchi bo'lib aytilgan narx o'zini oqlamasligi mumkin va qimmat bo'lib tuyulishi mumkin. Shuning uchun mijozlarga hali qiymat ko'rsatmasdan turib, hech qachon narxni birinchi bo'lib aytmang. Odatda sotuvchilar savol bermasdan ko'p gapirish orqali mijozlarni zeriktirib qo'yishadi. Lekin eng zo'r savollarga javob bu mijozning o'zida. Mijoz o'ziga o'zi sotsin. Faqat siz unga to'g'ri savollar bering. Xuddi detektivlarga o'xshab. Detektivlar nima qiladi? Sizga faqat savol beradi va javob o'zidan chiqaradi. Xuddi shunaqa sotuvchilar ham qancha to'g'ri savollar bersa, mijozning o'ziga bu produkt qanchalik muhimligini ko'rsatib beradi va bu orqali siz juda ham osonlik bilan uni miyasiga o'sha produktni hozir olishga tushuntirib qo'yasiz. Agar sizga mijozlarga qanaqa qilib to'g'ri savol berish qiziq bo'lsa, buni kommentariyada qoldiring va bu bo'yicha biz alohida video tayyorlaymiz. Zo'r. Bo'lmasam 5-inchisi keldik. 5-inchisi mijozlarga sotish emas, balki yordam berish haqida o'ylash. Siz shunaqa qilingki, sotuvchilaringiz mijozlarga faqat yordam berish haqida o'ylasin, sotish haqida emas. Men ko'pincha o'zimni sotaman degan paytimda sota olmaganman, lekin odamlarga yordam beraman, savob bo'ladi deganimda juda ham ko'p sotuvlar qilganman. Agar siz ham o'zingizni sotuvchilaringizga yordam berishni o'rgatib qo'ysangiz, katta ehtimol bilan ularning sotuvlarini oshira olasiz. Bugun siz bilan sotmasdan turib sotish bo'yicha 5 ta instrument ko'rib chiqdik, lekin biz sotuv bo'limlarini razbor qilish orqali o'sish nuqtalarini aniqlash bo'yicha yangi loyiha boshlayapmiz. Agar siz biznes egasi yoki rob bo'lsangiz va o'zingizni sotuv bo'limingizni o'sish nuqtalarini topmoqchi bo'lsangiz, opsiyadagi link orqali ro'yxatdan o'ting va biz bilan bog'lanamiz va sotuv bo'limingizni to'liq razbor qilib o'sish nuqtalarini topishga yordam beramiz. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, bu uchun rahmat. Video ostidagi kommentariyada o'zingiz izohlaringizni va qanaqa videolar sizga qiziq bo'lyapti qoldiring va keyingi videolarda aynan sizning muammolaringizga yechim tarzida tayyorlaymiz. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling.